Bugun sizlar bilan qanaqa narsa o'g'irlashni o'rganamiz. Yo'q. Bugun sizlar bilan ingliz tilida o'g'irlamoq fe'lini foydalanishda farqini ko'rib chiqamizda. Demak, qarang, steal hamda rob ikkala so'z ham tarjimasi o'g'irlamoq degan ma'noni beradi. Lekin foydalanishda farqi bor. Xo'p, qanday farq? Tasavvur qiling, mana bu o'g'ri. Agarda bu o'g'ri narsalarni o'g'irlasa, deylik, pul bo'lishi mumkin, oziq-ovqat bo'lishi mumkin, kiyimlar bo'lishi mumkin. Xullas, narsalarni o'g'irlaydigan bo'lsa, unda steal so'zini ishlatasiz. Agarda o'g'ri qisqa qilib aytganda joyni hamda odamni tunasa, talasa, o'g'irlasa, unda rob fe'lini qo'llaysiz. Farqi shunda. Mana endi keling, doimgidek misolchalarimizni ko'rib chiqamiz. Osongina tushunib tashlashimiz uchun. Birinchi gap, someone bosh joy my phone. Kimdir meni telefonimni o'g'irlabdi bo'ladigan bo'lsa, phone bu yerda bu narsa, demak steal. Stealni o'tgan zamon noto'g'ri fe'l plus stole bo'ladi. Someone stole my phone. Kimdir telefonimni o'g'irlabdi. Ikkinchi gap, the thief bosh joy the bank. The bank bu joy. Bunda rob fe'lini qo'llaymiz. Rob o'tgan zamoni robbed bo'ladi. The thieves robbed the bank. O'g'rilar bankni tunabdi, o'maribdi. Keyingi, someone bosh joy my wallet. Bu yerda ham narsa. Someone stole my wallet. Keyingi, someone bosh joy my father. Kimdir dadamni tunabdi. My father bu yerda shaxs, odam. Demak, robbed. Ana endi doimgidek oxirgi misolni sizga savol tarzida qoldiraman. The cat bosh joy the food. Xo'p, bu yerda qaysi so'z qo'yiladi? Stealni o'tgan zamoni stole yoki robni o'tgan zamoni robbedmi? Javoblaringizni albatta izohlarda qoldiring. Men buni kutib o'tiraman, chunki bu menga juda ham muhim. Darsni qanchalik tushundingiz yoki yo'q. Va yana shu kabi darslar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosing. Ingliz tilini o'rganayotgan o'rtog'ingizga yuborib qo'ying hamda sahifamga obuna bo'ling. Bunday qo'llab-quvvatlashingiz menga keyingi darslarni tez chiqarishimga motivation bo'ladi. Rahmat.